O'zbek xalqiga og'ir judolik: taniqli inson vafot etdi. Taniqli aktyor Ubaydullo Omonning kinodan ketishiga nima sabab bo'lgan? Hozirgi videoroliklarimiz aynan shu haqda. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. O'zbekiston xalq artisti Ubaydullo Omon kinodagi ilk rolini 21 yoshida ijro etgan. Ya'ni u 1969-yili rejissyor Anatoliy Qobulovning Bahor yomg'irlari filmida bosh qahramon Samiq rolini yaratgan. 1972-yili oilaviy sharoit sabab Buxoroga qaytib ketishiga to'g'ri keladi. Yosh gvardiya teatrida rejissyor bo'lib ishlayotganimda Toshkentdan 2 xonali uy sovg'a qilishgandi. 2 qizim dunyoga kelib yaxshi ishlab yurgan paytimizda Buxorodan noxush xabar keldi. Qaynotam olamdan o'tib qolganini aytishdi. Dafn marosimlari o'tganidan keyin otam rahmatli kelinning 7 ta yosh ukasi qoldi. Ularning biri nogiron. Sen qaytib qaynonangga qarashmasang bo'lmaydi degan. Shu gapdan keyin Toshkentdagi karyerani yakunlab Buxoroga ko'chib o'tganmiz, deydi aktyor Ubaydullo Omon. U aktyorlikdan tashqari bir necha yil teatrda rejissyorlik ham qilgan. Kinodagi 17 yillik tanaffusdan so'ng rus kino ijodkorlari tomonidan suratga olingan Vatanga qaytish filmidagi roli bilan faoliyatini qayta tiklagan. 2004-yili suratga olingan Marjona va Sarvinoz kabi filmlardagi rollari uni o'zbek tomoshabinlariga yaqindan tanishtirgan. 2008-yili suratga olingan Faryod filmidagi Soqov ota roli aktyorni qaytadan kashf etdi desak mubolag'a bo'lmaydi. U paytda aktyor 46 yoshni qarshilagan edi. Instagramda Aggi Million nomi bilan tanilgan xorazmlik yosh bloger 22 yoshida vafot etdi. Xorazmlik yosh bloger Instagram ijtimoiy tarmog'ida Aggi Million taxallusi bilan faoliyat yuritgan yigit 22 yoshida hayotdan ko'z yumdi. Marhum qisqa vaqt ichida qiziqarli videolar orqali ko'plab kuzatuvchilar e'tiborini qozongan edi. U Xorazmning mashhur blogerlari va bir qator yosh xonandalari bilan hamkorlikda videolar suratga olib, ijtimoiy tarmoqlarda ancha tanilgan. Uning vafotidan keyin ijtimoiy tarmoqlarda turli taxminlar tarqalmoqda. Ayrim sahifalarda bu holat o'z joniga qasd qilish bilan bog'lanayotgan bo'lsa, boshqalar boshqa versiyalarni ilgari surmoqda. Biroq hozircha ushbu holat yuzasidan rasmiy idoralar tomonidan o'lim sababi haqida tasdiqlangan axborot e'lon qilinmagan. Shu sababli tasdiqlanmagan ma'lumotlarni haqiqat sifatida qabul qilmaslik va tarqatmaslik muhim. Voqeaga oid rasmiy xulosa e'lon qilingach, aniq ma'lumotlar asosida qo'shimcha xabar beriladi. 22 yoshli blogerning bevaqt vafoti uning yaqinlari, do'stlari va kuzatuvchilari uchun og'ir yo'qotish bo'ldi. Tahririyatimiz marhumning oilasi va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi. Alloh rahmatiga olsin.